tunukadan naves qiladigan bo'lsangiz, issiq o'tadi, kuyib ketasiz, qizib ketadi. Endi bularda yechimi topildi. Sizlarga men yangilikda zo'rini ko'rsataman. Yuring. Qarang, oshxonamizga zo'r qilib, chiroyli qilib o'rnatib bergan ekan. Bu nima deganlarga qochib turing, xalaqit qilmay turing. Buni ko'rib turinglar, qaranglar akalar, bu Lexalli naves bo'ladi, zo'ridan bo'ladi. Xohlagan rangingizdan bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. 15 yil garantiyali bo'ladi. Eng zo'r tomoni quyoshda issiqni o'zida olib qoladi, yorug'da pastga zo'r o'tkazib beradi. Yomg'ir yoqqanda ham ovozini mazaqiy eshitib o'tirasiz. Ya'ni pastga umuman yomg'ir o'tkazmaydi. Hujjatlarning toza turadi, devorlarning toza turadi, pardalarning kuymaydi, eshik derazalarning kuymaydi, hovlilarning toza turadi. Eng asosiysi zo'ridan bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, Lexalli navesimiz 5 stoyka bo'lsa 520 ming so'mdan bo'ladi, ikkala chekka stoykasi bo'lsa 550 ming so'mdan boshlanadi. Bundan tashqari Lexalli navesdan tashqari shumkali naveslar ham bor ekan, 280 mingdan 400 ming so'mgacha bo'ladi do'stlar. Oddiy bitta lesa berasiz, abetini qilib berasiz, bo'ldi. Bemalol bog'lanasizlar, bizning kanaldan chiqinglar, chiqib ketgan zo'ri bo'ladi.